Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Ushbu videomizda yangi kelgan 86 talik Google TV televizorimizni boshqaruv pultini ulash haqida ma'lumot berib o'tib ketmoqchimiz. Ushbu 86 talik televizorimizda ikkita boshqaruv pulti bo'ladi, ya'ni o'zini metallический temir pulti va karaoke pulti. Ko'rib turganingizdek, hop, bu pultlarni ulash uchun bizda настройка so'raydi birinchi o'rinda televizor. Televizor настройка qilib olishdan oldin bu pultni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Pultni ulab olish uchun biz birinchi o'rinda televizorni o'sha datchika bor tarafiga именно nima shu голосовой поиск knopkasini yo'naltiramiz va bosamiz. Bu yerda Bluetooth anaqasi chiqadi ekranda. Ulanishini kutamiz. Ulandi. Ya'ni bu pultimiz bu televizorga ulandi. Endi bemalol qaratmasdan ham ishlatsak bo'ladi. Mana ishlayapti. Qaratib ishlatsa ham bemalol ishlaydi. Xo'p, bundan tashqari bu modelimizda karaoke pult ham chiqadi. Karaoke pultda ishlatish uchun bunda ham xuddi shu narsani takrorlaymiz. Ya'ni bunda ham hozir mana. Ya'ni bunda ham ushbu knopkasini bosamiz, голосовой поискka yo'naltirib. Va Bluetooth chiqadi bunda. Ulanishini biroz muddat kutamiz. Bu pultimiz ham ulandi. Xo'p, endi ushbu metallический temir pultimiz bo'yicha boshqa muammolar qolmadi. Shunda bemalol ishlatursak bo'ladi. 10 metrgacha uzoqlikda. Karaoke funksiyasini ishlatish uchun bizga YouTube kerak bo'ladi. YouTube'ga kirdik. Karaoke music tayyorlab qo'yganmiz. Ushbu любой bitta videoga kiramiz. Va biz karaoke funksiyasini ishlataveramiz birinchi o'rinda. Karaoke yoqib qo'yamiz. Yoqildi. Bu yerda biz настройкаlarni o'zimizga qulay qilib to'g'rilab olamiz. Iloji bo'lsa громкость mikrofonini maksimalni qilib qo'ysak, ovozimiz balandroq eshitiladi. Bo'ldi. Bu holatdan chiqib ketsak bo'ladi. Endi tayyor pult, tayyor mikrofon. Gapirsak уже eshitiladi televizorimizdan. Hold your breath and count to 10. Раз, два, три, четыре, 1, 2, 3, 4. Pultni настройка qilsa bo'ladi. Настройкасida yana xuddi shu anaqasidan kirib turib, настройкасiga громкость голоса, vысотalarini, chastotalarini hammasini to'g'rilab bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu yerda также rejim otsonki bor. Bu televizorni o'zi aytgan ashula aytib bo'lganinglardan keyin, qo'shiq aytib bo'lganinglardan keyin sizlarga video chiqib ketganinglardan keyin otsonka qo'yadi. Buni faollashtirib qo'ysanglar, otsonka qo'yib beradi. O'chuv bo'lsa, o'chuv holatida qoladi. Также personalniy настройка degan joyi bor, pevitsa. Bitta har bitta odamning o'zining настройкасы bo'ladi. Har bitta odam o'zining personal настройкасini qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni birinchi inson. Bo'ldi. Mana shu bitta bossa bo'ldi. Shu bilan mana shu odamga o'tib oladi. настройкалari ham to'g'rilanib oladi shu odamga mos bo'lib. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.